Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi yoshga qarab beriladigan qo'shimchalar va qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, bobolarimiz hamda momolarimiz pensiyasiga amalda qancha pul qo'shilishi masalasi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Men bugun faqat umumiy gaplar bilan cheklanmayman. Kimga qancha qo'shilishi mumkin? Qaysi holatda qo'shimcha avtomatik hisoblanadi? Qaysi holatda odamning o'zi murojaat qilishi kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi xatolar sabab pensioner o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi mumkin? Bularning hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu faqat siz uchun emas, balki ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz uchun ham juda zarur bo'lishi mumkin. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi degani nima? Shuni aniq tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi bu pensiyalar, nafaqalar va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi va davlat belgilagan ijtimoiy siyosat asosida qayta ko'rib chiqishdir. Oddiy qilib aytganda, bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va boshqa xarajatlar oshgan sari pensionerlarning daromadi ham ma'lum darajada oshirib boriladi. Lekin ko'pchilik mana shu joyda adashadi. Hamma pensionerga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Kimning pensiyasi qancha bo'lsa, qo'shimcha ham turlicha bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yoshga qarab beriladigan alohida qo'shimchalar bor. Masalan, yosh 75 taqamaga, 65 ga yoki undan yuqori toifaga kirgan fuqarolar uchun alohida qo'shimcha tartiblar bo'lishi mumkin. Bu qo'shimchalar hamma vaqt pensiya indeksatsiyasi bilan bir xil narsa emas. Oldin ko'p hollarda odamlar pensiya oshganini faqat pul kelganda bilishardi. Ya'ni plastik kartaga pul tushadi yoki pochta orqali pensiya keladi. Odam esa nega buncha bo'ldi, nima qo'shildi, nima kamaydi deb aniq tushunmaydi. Endi esa har bir pensioner o'z pensiyasi tarkibini tushunishi kerak. Chunki pensiyaning ichida asosiy pensiya qismi, ustamalar, yoshga doir qo'shimchalar, nogironlik yoki alohida maqom bo'yicha to'lovlar, mehnat staji bilan bog'liq hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Shuni ochiq aytaman, pensioner o'z huquqini bilmasa, ba'zi hollarda unga tegishli qo'shimcha vaqtida hisoblanmay qolishi mumkin. Ayniqsa, hujjatlarda tug'ilgan sana, ish staji, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, nogironlik guruhi yoki boshqa imtiyoz maqomi bo'yicha xatolik bo'lsa, to'lov kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. Endi asosiy savolga o'tamiz. Nima o'zgardi? Pensiya indeksatsiyasi natijasida pensiya va ijtimoiy to'lovlar miqdori qayta ko'riladi. Bunda davlat tomonidan belgilangan oshirish foizi yoki eng kam miqdorlar asos qilib olinadi. Agar pensiya miqdori foiz asosida oshirilsa, unda yuqori pensiya oladigan odamga qo'shiladigan summa ham kattaroq ko'rinadi. Past pensiya oladigan odamga esa nisbatan kamroq summa qo'shiladi. Lekin ayrim holatlarda eng kam pensiya, bazaviy miqdor yoki aniq belgilangan qo'shimcha summalar ham oshiriladi. Masalan, bir pensioner ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va pensiya 10% ga indeksatsiya qilinsa, uning pensiyasi taxminan 100 ming so'mga oshadi. Natijada 20-100 ming so'm bo'ladi. Boshqa pensioner 2000 so'm olayotgan bo'lsa, xuddi shu 10% oshirishda unga 200 ming so'm qo'shiladi va pensiyasi 2200 ming so'mga chiqadi. Shuning uchun hamma pensionerga falon so'mdan qo'shildi degan gap har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Lekin yoshga qarab qo'shimcha masalasida vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Ayrim yosh toifalarga, masalan, keksa yoshdagi fuqarolarga qo'shimcha to'lovlar belgilangan bo'lsa, bu qo'shimcha pensiyaning foiziga emas, balki belgilangan tartibga bog'liq bo'ladi. Ya'ni odamning yoshi ma'lum chegaraga yetganda unga alohida ustama qo'shilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa pensionerning tug'ilgan sanasi tizimida to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam men taqaman yoshga kirdim, lekin pensiyamda o'zgarish sezmadim deydi. Bunday holatda birinchi tekshiriladigan narsa bu pasport ma'lumoti, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ish, bank yoki pochta orqali to'lov ma'lumoti va yoshga doir qo'shimcha avtomatik hisoblanmagani bo'ladi. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerak? Birinchi navbatda eng kam pensiya yoki unga yaqin miqdorda pensiya olayotganlar. Chunki bu toifadagi odamlar uchun har bir qo'shimcha juda muhim.
dori-darmon, non, go'sht, sut mahsulotlari, elektr, gaz va kommunal to'lovlar uchun kichik ko'ringan 20 ming yoki 50 ming so'm ham katta yordam bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa yoshi yuqori pensionerlar. Ayniqsa 75 yoshdan oshgan, takim yoshga kirgan yoki undan yuqori yoshdagi fuqarolar o'zlariga tegishli yosh qo'shimchalari bor yo'qligini tekshirtirishi kerak. Chunki yosh bo'yicha qo'shimcha har doim ham odamga tushunarli ko'rinmaydi. Pul umumiy summa bo'lib keladi. Ichida qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi ustama, qaysi qismi yosh qo'shimchasi ekani alohida ko'rinmasligi mumkin. Uchinchi toifa pensiya yaqinda chiqqanlar. Chunki pensiya tayinlanganidan keyin birinchi indeksatsiya qanday qo'llanishi, qaysi oydan hisoblanishi, hujjatlar to'liq kiritilganmi, ish staji to'liq inobatga olinganmi, bularning hammasini tekshirish kerak. To'rtinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunday holatda pensiya to'lash tartibi, qayta hisoblash imkoniyatlari, ish haqi va badallar bilan bog'liq masalalar alohida tekshiriladi. Ishlayotgan pensioner men ishlayapman, demak menga indeksatsiya tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Lekin qaysi turdagi ustama va qayta hisoblash unga tatbiq etilishini aniq bilishi zarur. 5-toifa hujjatlarda muammo borlar. Masalan, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq, korxona nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotlari topilmagan, tug'ilgan sana turli hujjatlarda har xil yozilgan, familiya nikohdan oldin va keyin farq qilgan. Pasport yangilanganda ma'lumotlar tizimga to'liq tushmagan. Mana shunday holatlarda pensionerning to'lovi to'liq hisoblanmay qolishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, oxirgi oshirishdan keyin summa ko'payganini ko'rgan bo'lsangiz, yoshingiz bo'yicha qo'shimcha toifaga hali kirmagan bo'lsangiz va hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir men har bir pensionerga hech bo'lmaganda yiliga bir marta o'z pensiya hisob-kitobini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Bu tekshiruv uchun albatta janjal qilish, navbatda uzoq turish yoki kimdandir iltimos qilish shart emas. Hozir ko'p ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, Mayk Polkov Kupus portali yoki tegishli tashkilotlarning aloqa kanallari orqali aniqlash mumkin. Eng muhimi, savolni to'g'ri berish kerak. Mening pensiyam tarkibi qanday? Indeksatsiya qaysi oydan qo'llandi? Yoshga doir qo'shimcha hisoblanganmi? Ish stajim to'liq inobatga olinganmi? Endi real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Abdulla ota 72 yoshda 1.200 ming so'm pensiya oladi. Pensiya indeksatsiyasi 10% bo'ldi deb olaylik. Bunday holatda uning pensiyasi taxminan 120 ming so'mga oshadi va 1.220 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar unga boshqa ustamalar bo'lmasa, asosiy o'zgarish shu indeksatsiya hisobidan ko'rinadi. Ikkinchi misol. Halima opa Alkarim yoshga kirdi va 20 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiya bo'yicha unga masalan 27 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bundan tashqari, agar amaldagi tartibda taxmiy yoshdan oshganlarga yosh bo'yicha alohida qo'shimcha nazarda tutilgan bo'lsa, Halima opaning umumiy pensiyasi faqat 26 ming so'm bo'lib qolmay, ustama bilan yanada ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin bu qo'shimchaning aniq miqdori amaldagi qaror va hisob-kitobga bog'liq. Shuning uchun bu holatda faqat bankdan tushgan pulga qarab xulosa qilmasdan, pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibini so'rash kerak. Uchinchi misol. Karim aka 15 yoshda yaqinda pensiyaga chiqdi, lekin uning 7 yillik ish staji arxivdan topilmagani uchun dastlab pensiyasi pastroq tayinlandi. Keyin u eski korxonaning hujjatlarini, ish haqi ma'lumotnomasini va arxiv tasdig'ini olib keldi. Natijada pensiyasi qayta hisoblandi. Mana shunday holatda indeksatsiya ham qayta hisoblangan pensiya miqdoriga nisbatan qo'llanishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki asosiy pensiya noto'g'ri past hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya ham past summaga qo'llanadi. To'rtinchi misol. Zaynab aya 93 yoshda pensiyasini pochta orqali oladi. Unga har oy pul keladi. Lekin u to'lov varaqasini diqqat bilan ko'rmaydi. O'g'li bir kuni tekshirsa, yosh bo'yicha qo'shimcha hisoblangan, lekin ona buni bilmagan. Bunday holatda muammo yo'q, faqat tushuntirish yetishmagan. Shuning uchun men farzandlarga ham aytaman. Ota-onangizning pensiya summasini faqat pul tushdimi deb emas, nimadan iborat deb ham tekshirib turing. 5-misol. Sobir ota baqimi yoshga kirgan. Lekin tug'ilgan sanasi eski hujjatda bir xil, yangi pasportda boshqa ko'rsatilgan. Tizimda yosh chegarasi to'g'ri aniqlanmagani uchun qo'shimcha vaqtida qo'shilmagan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib,
tug'ilgan sanani tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etadi. Shundan keyin to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Agar xato tashkilot aybi bilan bo'lgan bo'lsa, o'tgan davr uchun ham qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshirilgani haqidagi xabarni eshitib, darhol kartadagi pulni solishtirish yetarli emas. Chunki pensiya qaysi sanadan oshirilgani, to'lov qaysi oyning qaysi davri uchun berilayotgani, avvalgi oy uchun qarzdorlik yoki qo'shimcha hisob-kitob bor yo'qligi ahamiyatga ega. Ba'zan odam menga kam qo'shilibdi deydi, lekin aslida bir oy to'liq emas. Faqat ma'lum kunlar uchun qo'shimcha tushgan bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlarning hisoblanish tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shningizga qancha qo'shilganini o'zingizga solishtirib, nega menga shuncha emas deyishdan oldin pensiya turini aniqlang. Uchinchi nozik jihat, eng kam miqdorlar o'zgarsa, past pensiya oluvchilar uchun alohida ta'sir bo'lishi mumkin. Masalan, odamning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, davlat tomonidan belgilangan minimal darajaga yetkazish mexanizmi bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya oddiy foiz bilan emas, eng kam kafolatlangan miqdor bilan bog'liq ravishda o'zgaradi. To'rtinchi nozik jihat. Yoshga qo'shimcha faqat yoshga kirgan kundan boshlab emas, amaldagi tartibda belgilangan davrdan boshlab hisoblanishi mumkin. Ba'zi to'lovlar keyingi oyning boshidan, ba'zilari murojaat qilingan sanadan, ba'zilari esa avtomatik asosda belgilanadi. Shu sababli tug'ilgan kun o'tishi bilan darhol o'sha kuni pul oshadi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Beshinchi nozik jihat. Bank kartasi almashtirilganda yoki pochta manzili o'zgarganda to'lov kechikishi mumkin. Bu pensiya kamaydi degani emas. Lekin agar pensioner boshqa tuman ko'chgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, bu ma'lumotlarni vaqtida tegishli idoralarga yetkazish kerak. 6-chi nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olayotgan oilalarda ehtiyot bo'lish kerak. Keksalar ko'pincha farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin pensionerning o'zi pul miqdorini bilib turishi kerak. Men doim tavsiya qilaman, pensiya kim tomonidan olinmasin. Pensioner yoki uning yaqin mas'ul odami har oy tushgan summa va sababini yozib borsin. 7-chi nozik jihat, ortiqcha to'lov ham muammo bo'lishi mumkin. Agar tizim xatosi bilan odamga ortiqcha pensiya yoki ustama to'langan bo'lsa, keyinchalik uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun kutilmaganda juda katta summa tushsa, omadim keldi deb ishlatib yubormasdan avval sababini aniqlash kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oylik pensiya tushumlarini tekshiring. Agar pensiya plastik kartaga tushsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olinsa, to'lov qaydlarini saqlang. Sizda har oy qancha tushgani bo'yicha aniq raqam bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori oshgan oyda qancha qo'shilganini hisoblang. Masalan, avval 1400 ming so'm olgan bo'lsangiz, keyin 1 million 500 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 10 ming so'm. Bu farq indeksatsiyami, yosh qo'shimchasimi yoki boshqa qayta hisoblashmi? Shuni aniqlash kerak. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda savol bering. Mening pensiyam tarkibi bo'yicha yozma yoki elektron tushuntirish berishingizni so'rayman. Asosiy pensiya miqdori, indeksatsiya summasi, yoshga doir qo'shimcha va boshqa ustamalar alohida ko'rsatilishini so'rayman. Savolni umumiy bermang. Pensiyam to'g'rimi degan savolga javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq tarkibni so'rang. 4-chi qadam. Hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar yoshga doir qo'shimcha bo'yicha savol bo'lsa, tug'ilgan sanani tasdiqlovchi hujjatlar muhim. 5-chi qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashuv ba'zan yetarli bo'lmaydi. Yozma murojaatda ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni, qaysi oydan beri farq borligi va nima so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, menga 2025 yil yanvar oyidan boshlab pensiya indeksatsiyasi va yoshga doir qo'shimcha to'g'ri hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman.
6 qadam. Javob muddatini kuzating. Davlat organlariga qilingan murojaatlar bo'yicha qonunda belgilangan tartibda javob berilishi kerak. Agar javob kechiksa yoki mavhum bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qayta murojaat qilish mumkin. 7 qadam. O'tgan davr uchun qayta hisoblash masalasini unutmang. Agar sizga tegishli ustama oldinroq qo'shilishi kerak bo'lgan, lekin xato sabab qo'shilmagan bo'lsa, faqat kelgusi oy uchun emas, o'tgan davr uchun ham qayta hisoblashni so'rash mumkin. Bunda sabab muhim xato kim tomonidan bo'lgan? Hujjat qachon taqdim etilgan? Pensioner vaqtida murojaat qilganmi? Tizimda ma'lumot bormi? 8-qadam. Oilada keksa odam bo'lsa, bu ishni yolg'iz o'ziga tashlab qo'ymang. Keksalar ba'zan navbatda turishga qiynaladi. Hujjatlarni yig'ishda adashadi, telefon orqali tushuntirishni yaxshi eshitmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqin qarindoshlar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda ham pensionerning huquqi va roziligi birinchi o'rinda bo'lishi shart. Men endi odamlar eng ko'p qiladigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato qo'shnining pensiyasiga qarab o'z pensiyasini baholash. Har bir odamning staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, ustamalari, yoshi, imtiyoz maqomi boshqacha. Shuning uchun solishtirish faqat umumiy tasavvur beradi, lekin aniq xulosa bermaydi. Ikkinchi xato. Avtomatik bo'ladi deb hamma narsasini nazoratsiz qoldirish. Ko'p jarayonlar avtomatiklashgan, lekin avtomatik tizim ham mavjud ma'lumotga tayanadi. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni yo'qotish yoki saqlamaslik. Ayniqsa, eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, sud qarori yoki FHDY hujjatlari juda muhim. Bitta hujjat pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. 4-xato, faqat telefon orqali so'rab, yozma iz qoldirmaslik. Telefon orqali ma'lumot olish foydali, lekin murakkab masalada yozma murojaat kuchliroq. Chunki keyin sizda murojaat sanasi, javob mazmuni va keyingi bosqich uchun asos bo'ladi. 5-xato, tushgan summani darhol sarflab yuborish. Ayniqsa, kutilmaganda katta qo'shimcha tushsa, avval bu pul nimaga tushganini bilish kerak. Bu qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Bir martalik farq bo'lishi mumkin yoki xato bo'lishi ham mumkin. Endi mavzuning eng qiziq joyi, qarlarga qancha qo'shildi? Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Aniq summa har bir pensionerda bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki qo'shimcha bir nechta manbadan shakllanadi. Umumiy pensiya indeksatsiyasi eng kam miqdorlarning oshishi. Yoshga doir ustama, alohida imtiyozlar, nogironlik yoki xizmat maqomi bo'yicha qo'shimchalar. Masalan, bir keksa odamning pensiyasi 1 million so'm bo'lsa, indeksatsiyadan keyin unga 1 million so'm atrofida qo'shilishi mumkin. Boshqa odam 2500 ming so'm olsa, unga 2020 ming so'm atrofida qo'shilishi mumkin. Agar ular ichida yoshga doir ustama oladiganlar bo'lsa, umumiy farq bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin men tomoshabinlarga shuni aniq aytaman. Falon yoshdan oshgan hammaga aniq falon so'm qo'shildi degan xabarni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi izohi va shaxsiy pensiya hisob kitobini tekshirish kerak. Internetda ko'p xabarlar sarlavha bilan odamni jalb qiladi. Lekin ichida barcha istisnolar yozilmaydi. Agar sizning onangiz yoki otangiz yoshi yuqori bo'lsa, birinchi navbatda ularning oxirgi pensiya summasini oldingi oy bilan solishtiring. Keyin pensiya jamg'armasidan tarkibiy hisob kitobini so'rang. Agar yoshga doir qo'shimcha hisoblanmagan bo'lsa, nima sababdan hisoblanmaganini yozma ravishda so'rang. Sabab yosh chegarasi hali yetmagan bo'lishi mumkin. Hujjatdagi sana muammoli bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha allaqachon umumiy summaning ichida bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya indeksatsiyasi pensiyalar daromadini oshirish uchun qilinadi. Lekin har bir odamga qo'shiladigan summa uning pensiya turi, miqdori, yoshi, staji va ustamalariga bog'liq. Yoshga doir qo'shimchalar ham juda muhim. Ayniqsa keksalar uchun bu pul dori-darmon, oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlarga bevosita ta'sir qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Ota-onangizning yoki o'zingizning pensiyangizni tekshiring. Oxirgi oylardagi tushumlarni solishtiring. Hujjatlarni tartibga keltiring va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish so'rang. Huquqingizni bilsangiz, sizga tegishli pulni vaqtida va to'liq olish imkoniyatingiz oshadi. Sizningcha pensiya oshishi hozirgi narxlar sharoitida yetarlimi? Ota-onangiz yoki tanishlaringiz pensiyasiga qancha qo'shildi? Izohlarda yozib qoldiring.
boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioneri bor yaqinlaringizga yuboring.